Assalomu alaykum. Efirda Fakt va fikr ko'rsatuvining 21-soni va men Bobomurod Abdullayev. O'tgan ko'rsatuvimizda siyosiy illyustratsiya haqida gaplashgan edik. Zolim hukumatning o'rniga kelgan odil va islohotchi hukumat eski siyosiy elita vakillarini saylovlarga va davlat ishlariga yaqinlashtirmasligi to'g'risida, yangi ishlarni yangi kadrlar bilan boshlash va olib borish kerakligi haqida tarixiy faktlarni va mantiqiy dalillarni keltirdik. Lekin shuni ham aytish kerakki, faqat kadrlarni yangilash bilan chin ma'nodagi islohotlarga va adolatga erishib bo'lmaydi. Zolim hukumat o'rniga kelgan yangi, odil va islohotchi hukumat kadrlarni yangilab bo'lgach, albatta eski siyosiy tizimni demontaj, ya'ni tubdan buzishi va qaytadan qurish kerak. Siyosiy tizimni demontaj qilish nima degani? Zolim hukumatning o'rniga kelgan odil hukumat nega bu ishni qilishi shart? Bugungi ko'rsatuvda ana shu savollarga javob qidiramiz. Demontaj atamasi fransuzcha demontaj so'zidan olingan bo'lib, biror narsani tag-tubi bilan buzish yoki qismlarga ajratib yo'q qilish deganidir. Siyosiy tizimning demontaji bu jamiyat va davlatning rivojlanishiga to'siq bo'lib turgan davlat boshqaruv tizimini tubdan buzib, yangisini qurishdir. Zulmga faqat zolim hukmdor va unga xizmat qiladigan kadrlar emas, zolim siyosiy tizim ham sabab bo'ladi. Shuning uchun zolim hukmdorni almashtirish, unga xizmat qilgan kadrlarni jazoga tortish va illyustratsiya qilish bilan zulm tugab qolmaydi. Adolatsizlikni to'liq yo'q qilish uchun unga sababchi bo'layotgan siyosiy tizimni ham yo'q qilish kerak. Gap nima haqida ketayotganini yaqqol tasavvur qilishingiz uchun bir misol keltiraman. Faraz qilaylik, bizda doim chap tarafga olib boradigan mana bu relslar bor. Bizda uning ustida yuradigan mana bu eski lokomotiv ham bor. Bu lokomotivni mana bu Bakenbardlik erkak yuritadi. Tasavvur qilaylik, bizga chapga boraverish jonimizga tegdi. Shuning uchun biz Bakenbardlik mashinistni mana bu chiroyli yosh mashinist qizga almashtiramiz. Yangi haydovchiga eski lokomotiv to'g'ri kelmaydi deymizda, chirib borayotgan mana bu lokomotivni bunisiga, yap yangisiga almashtiramiz. Endi aytingchi, haydovchi, ya'ni rahbar almashgani bilan unga xizmat qilayotgan eski teplovoz, ya'ni kadrlar almashtirilgani bilan biz yangi haydovchi rahnamoligida, yangi lokomotivda o'ng tomonga bora olamizmi? Yo'q, albatta. Buning uchun nima qilishimiz kerak? To'g'ri topdingiz. Biz relslarni buzib, demontaj qilib, o'ng tarafga yuradigan qilib qaytadan yotqizishimiz kerak. Ana shundagina biz ko'zlagan maqsadimizga erishamiz. Keltirilgan misoldagi mashinist bu prezident, davlat rahbari. Lokomotiv esa unga xizmat qiladigan kadrlar. Relslar esa davlat boshqaruvi tizimi. Ya'ni adolatli jamiyat va davlat qurishimiz uchun faqat zolim rahbar va uning kadrlarini almashtirish kamlik qiladi. Buning uchun zulm tizimini ham buzib, adolatga xizmat qiladigan yangi siyosiy tizim qurishimiz kerak. Afsuski, manaman degan ba'zi siyosatchilar, davlat rahbarlari ham mana shu oddiy haqiqatni idrok qila olishmagan. Ular yomon kadrlar o'rniga yaxshi kadrlarni, yovuz niyatli odamlar o'rniga ezgu niyatli odamlarni olib kelsak, ishimiz 5 bo'ladi deb yanglishishgan. Va oxir-oqibat pand yeb qolishgan. Chunki eski kadrlar o'rniga olib kelingan yangi kadrlar ham tez orada buzilmay qolgan eski tizimga xizmat qila boshlashgan. Ya'ni teplovoz baribir chapga yurishni davom ettirgan. Oxirida yangi kadrlar yangi rahbarning boshiga yetishgan.
Ular tizimni o'zgartirishga aqli yoki jasorati yetmagan yangi rahbarni ag'darishgan hamda eski zulmlarni boshlab yuborishgan. So'zim quruq bo'lmasligi uchun yaqin tarixdan faktlar keltiraman. 1953-yil 5-mart kuni tarixdagi eng vahshiy diktatorlardan biri SSSR rahbari Iosif Stalin o'ladi. Uning o'rniga NKVD rahbari Lavrentiy Beriya kelishi kutilayotgan edi. Lekin marshal Georgiy Zhukovning va Sovet hukumatidagi boshqa mansabdorlarning qo'llovi bilan iqtidorga Nikita Xrushchev keladi. Hokimiyatga kelishi bilanoq Nikita Xrushchev Stalin qatag'onlarini qoralab chiqadi. Sovet ittifoqining yangi rahbari nohaq qamalgan, qatag'on etilgan, NKVD tergovlarida va lagerlarida o'ldirilgan ko'plab odamlarni oqlash haqida farmon chiqaradi. Nikita Xrushchev Stalinga xizmat qilgan ba'zi mulozimlar o'rniga nisbatan yosh kadrlarni olib keladi. Lekin aksariyat hollarda eski kadrlar bilan ishlashni davom etadi. Mamlakatda jiddiy o'zgarishlar boshlangandek tasavvur uyg'onadi. Lekin jiddiy, tizimli o'zgarishlarga, zulm mashinasini demontaj qilishga chalasavod Xrushchevning aqli yetmaydi. Natijada eski tizimda ishlayotgan ba'zi stalinchilar va yangi kadrlar o'zaro til biriktirib, Nikita Xrushchevni iste'foga chiqishga majbur qilishadi. 1964-yil oktyabr oyida ular Xrushchevni uy qamog'iga tashlashadi va uning o'rniga KGB qo'lidagi qo'g'irchoq Leonid Brejnevni iqtidorga olib kelishadi. Oradan 27 yil o'tgach, 1991-yilda SSSRning so'nggi rahbari Mikhail Gorbachev ham Xrushchevning qismatdoshiga aylandi. 1985-yilda taxtga kelgan Gorbachev qayta qurish, so'z erkinligi, fikrlar xilma-xilligi degan tizimsiz, uzuk-yulik islohotlarni boshlagani bilan bir partiyali siyosiy tizimni demontaj qilib, yangi ko'p partiyaviy siyosiy tizim qurishga jur'ati yetmadi. Taniqli siyosatshunoslar, iqtisodchilar, sotsiologlar Mikhail Gorbachevga bir partiyaviy tizimdan tezroq voz kechish zarurligini uqtirishsa ham, SSSRning birinchi va so'nggi prezidenti ularga quloq solmadi. Gorbachev olimlarga bir partiyaviy tizimdagi yomon kadrlarni yaxshilarga almashtirsam, olam guliston bo'ladi deb javob bergan. Natijada tizimning eski va yangi kadrlari KGBning qulog'i Gennadiy Yanayev boshchiligida o'zaro til biriktirib, 1991-yil avgust oyida Gorbachevni hibsga olishdi va hokimiyatni qo'lga kiritishdi. Faqatgina Rossiya prezidenti Boris Yeltsinning va uyg'ongan jamoatchilikning shijoati tufayli bu davlat to'ntarishi atigi 3 kun umr ko'rdi xolos. Davlatchilik ma'lum siyosiy boshqaruv tizimiga asoslanadi. Ana shu tizim insonlarning siyosiy erkinliklarini va huquqlarini toptash, yopiqlik, avtoritarizm va zulm ustiga qurilsa, davlat zolimga aylanadi va jamiyat rivojlanishiga to'sqinlik qila boshlaydi. Bunday tizimlarni o'zgartirish chin ma'nodagi islohot va rivojlanishni istagan har bir xalqning o'z qo'lidadir. Xalqlar saylovlarda faol ishtirok qilishsa, tepadan tiqishtirilgan nomzodlarni emas, o'zlari istagan kishilarni saylashsa, yangi hukumatlar eski zolim tizimni demontaj qilib, yangi adolatli tizim qurishlari shart bo'ladi. Eski tizimni demontaj qilish va yangi tizim qurish eski tizimning huquqiy fundamenti hisoblanadigan eski konstitutsiyaning o'rniga yangi asosiy qonun qabul qilishdan boshlanadi. Zolim tizimni demontaj qilishga va adolatli tizimni qurishga huquqiy asos bo'la oladigan konstitutsiyalar qanday bo'ladi? O'zbekiston konstitutsiyasidagi mujmalliklar zulmga xizmat qilmoqdami yoki adolatgami? Bu savollarga javoblarni
Fakt va fikrning navbatdagi 22-sonida qidirib ko'ramiz. Hozircha esa faktlarni o'rganing va fikr qiling.